Bormi usta? Salomat bo'ling. Yana Mazga yana nimalar ko'tarib kelyapsiz? Yana men ko'tarib keldinglar mana. Yo'q, davay. Ishlaringiz kelyaptimi? Ha, misol ishlaymiz-da, hozir qarabdimi? Boshqachasini topib keldim bu safar. Nima ekan, qarang. Mostakanni ko'rdingizmi? Ko'rib turibman. Hozir pustoy, a? Pustoy. Hozir shunga suvni olasiz. Qanaqa suv olaman? Issiq suv, sovuq suv. Sovuq suvmi, issiq suvmi olaverasiz. To'g'ri yarim bo'lish kerak. Yarim suv olaman, hop. Bunday qilsangiz ham suv tushishi kerak emas, bunday qilsangiz ham suv tushishi kerak emas. To'kilib ketish kerak emas Ha. xullas. Bo'ldi, gap yo'q. Ustiga to'g'ri qo'lingizni yopib olmaysiz. Qo'lim. Qo'lingizni bunday qilib yopib olmaysiz. Ha. Qolgan narsani xohlagan narsangizni yopib yuborasiz. Yo'qsa ishlatsam bo'laveradi. Ishlatsangiz bo'laveradi. Tarelkadan qo'ysam ham bo'laveradi. Tarelka qo'yasizmi yo 500 talikni bittasini qo'yib olasizmi? Qanaqa narsalar qo'yib olsam ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Tak, suvni olaylik-chi, o'lib ketsin. Mana. Suv. Endi bu tarelkani qo'ysak, to'kilib ketib qolsa kerak-a? To'kiladi. Hop, pulni yaqinroq jildirib olsangiz kallangiz yaxshiroq ishlaydi. Kalla o'zi zo'r ishlaydi, shogird. Kalla ishlaydi, maski. Fizikaga ham to'g'ri kelmayapti ular. Fizikaga keladi. Hozir matematikani ham, fizikani ham keltiramiz. Paket yopsa nima bo'ladi? Paket. Paketlar ham yo'q. Tak. Nazmi, qanaqa yengilroq narsani yopish kerakmi deyman-da bunga. Ash bo'ladi deysizmi hozir? Shogird. Mana uka, bol qarang. Bol qarang, tushib ketmayaptimi? Tushmayaptimi? Bol qarang. To'ntarganda ham dedingizmi? To'ntarib qo'ydimmi uka? Bola mingizga sekin alla bo'ldi-za uka. Bugun bo'ldi. Moshnisi bo'ldi mana.